Bugun sizlar bilan bir ko'ylagim haqida gaplashamiz. Ertalab turish biram qiyin, sizlarga shuni ham zavtira qilib bo'lgandan keyin make-upga o'tiramizda sochlarimizni chiroyli qilib taxlaymiz. Agar utujoq qilmasam sochlarim jingalab. Shuning uchun har doim utujoqda nimani yaxshi ko'raman? O'zimga mos, udobniy kiyinishni yaxshi ko'raman. Ya'ni kalta, palto, tor kiygandan ko'ra sportивный eng yaxshi одежда deb o'ylayman. Ko'rib turganlaringizdek, qizim har doim yonimda. Men nima qilsam, xuddi shu narsa u ham qaytarish kerak. Bek o'rgatmaganlarda qush inniga ko'rganini qiladi deb. Pensiya sohasida ishlayman, bilasizlar. U yerda test berganda testlarni yechdikda bolalarim olib taksiga o'tirib ishimizga yo'l oldik. Kechgan ko'ylalarimni prokatga beraman, bilasizlar, o'shalarni yuvdirish uchun himskaga bergandim, taqib ekan, olib uni magazinga yo'l oldim. Dilkishi juda ham zo'r, sifatli qilib taxlab kiyimlaringizni yuvib beradi. Magazinga keldim, qarasam nanan kelgan ekanlar. Qizim bilan biroz o'ynadim. 1-sentyabrga yangi tovarlarim kelganligi sababli o'tirib birma-bir hammasini o'tib chiqdim. Va yozgi tovarlarimga skidkani berib o'rgandim. Shularni bir ikkitasini reklama qildim. Вот и на этом все. Kun qanday o'tganini bilmadim. Biroz mazam yo'qligi uchun gorbanchaga davolanishga kunda qatnab yurgan edim. Bilasizlar, bolalarim, mana hamrohlarim, podrushkalarim, druglarim emas, druzyalarim desam ham bo'ladi. Shuni ham olib bolalarimni uyga qaytdik. Sizga mening vlogim yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Xayr.